endi. Bering, 6 tasi baraka bo'lyapti aka. 6 ta datmi mana. Bitta ikkita tola ochib ketayotganim yo'q. Hammasini bo'ldi. Mana shu gigant qo'ylardi. Barakasi. Bering endi. Bering. Aka meni ko'nglimdagini aytdilar aka. Aka, bering. Baraka. olib keling tarozi. Xudo xolasa mana qo'chqorni taroziga qo'yib berilyapti. Kattaligini qarang buni. Mashalloh. Ichkarida qo'chqorlarni otasi dedingizmi aka? Mana qo'chqorlar otasi ichkarida. Ichkaridagilarni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Sizlar bo'ylab turinglar. Qo'y zo'r aka, qo'y zo'r. Zo'r. Mana Xudo xolasa oldik mana shu qo'yni. Akamdan baraka qilib oldik. Qo'yga zo'r ekan mana ishqibozlarga zo'r. Ishqibozchilik. Xudo xolasa. Zo'r boqilgan ekan. Mashalloh. Olganga ham, sotganga ham akalar barakasini bersin. Taroziga qo'yaveringlar. Aylanaylik, oyoq deb qoladi. Mana qadrli obunachilarimiz Xudo xolasa taroziga Yurmaymizmi? Yuramiz. qo'yib berilyapti. Xumillanib turibdi. Tekkan joyi yo'q, unda tekki yo'qmi? Ehtiyot bo'ling. O tarozi tegib qoldi. Tarozi ehtiyot bo'lar yo'qmi, kirimiga. Ssenariyda 107 ni ko'rsatyaptimi? 108 bilan o'ynayapti. Yarim bo'laverami? Bo'ldi. 107,5 bo'lgan. 107,5 kiloga. Mana shu chiqardik akalar. Obunachilarimiz Xudo xolasa mana har bittasini taroziga qo'yib, akalarimizga o'lchab, Xudo xolasa beryapmiz. Necha puldan ketdi taroziga aka bular? Bu 82 mingdan. 82 ming so'mdan mana Xudo xolasa taroziga barakasi bo'ldi. Hozir qo'zilarni videoga chiqaramiz-ku. O'shanga otasini olib qo'ydik oldin. Otasini qo'shib keldik. Videoni kuzatib borsa kanalda bularni bolasini ham ko'rsatamiz. Ularni chiqaramiz. Inshaalloh. Akalar, kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Bu qo'chqorlar, mana shu qo'chqorni bolasini ham ko'rsatamiz sizlarga akalar.